Assalomu alaykum. Mana hozir Farg'onada shov-shuvli onlayn taqdimotimizni o'tkazib oldik. Qurilish zapuski bo'yicha Beshbola Buildings kompaniyasi rahbarlari Abdurazak akamiz otalari bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab duo qilib turdi. Mana hozir o'tkazib oldik. Efirimizga 10 mingga yaqin odam jonli qatnashib turdi. Telegram kanaliga 120 mingdan ziyod inson yig'dik va efirimiz tugaguncha 10 mingdan ziyod inson aksiyada xonada olaman deb ro'yxatdan o'tdi. Abdurazak aka, qanday qanaqa o'tdi? Va siz, sizni mana yigitlaringiz, komandalarga, hammalaringga juda katta tashakkur bildiramiz. Bu yigitlar juda o'zini kasbini ustasi ekan. Mana bular bilan muloqot qilganimizda ish amallaridan ko'rib bilyapmiz. Hamma joy va'da berilgan narsani vaqtida bajaryapti. Mana hozirgi onlayn taqdimotda ham mana juda ham bir chiroyli o'tdi. Mana mijozlar xursand hammasi. Bu yigitlar ishlariga omad tilaymiz. Shahzoda Orunga, Shahzoda Orunga loyihani avval boshini etdilar. Bu ikkala yigitimiz bizni shu boshidan necha oydan beri noldan boshlab bizni mana shu darajagacha yetaklar olib kelishdi. Mana shuncha komandani tayyorlashdi. Telegramni yuritishdi, mana Instagramlarda juda katta ish berishdi. Alloh razı olsun hammalaridan. Farzandlarni baxtga olib ko'rsin, ularga maqsadlariga yetsin ilohim. Barakali odamlar bo'lishsa, ishimizga baraka bo'lyapti. Hammaga omad, sog'lik.